Assalomu alaykum hammaga. Biz endi o'quvchilar bo'limidan boshlaymiz. O'quvchilar bo'limiga o'tganimizda bizda o'quvchilarning ro'yxati kelib chiqadi. Dastavval qo'shish plus knopkasini bossak, bizda o'quvchi to'g'risidagi ma'lumotlarni so'raydi. Masalan, ism kiritish. Aliyev Vali desak. Jinsi erkak, tug'ilgan vaqti. Ya'ni qaysi yilda, qachon tug'ilgan. Masalan, biz 2014-yilda yanvar 1-yanvar kuni tug'ilgan desak. Telefon raqam, o'zining telefon raqami bu joyga. Ya'ni telefon raqamlar ma'lumotlar bazasida takrorlanmasligi kerak. Bu raqam kiritilgan. Shuning uchun biz boshqa raqam, shuni 44 qilib qo'yamiz oxirini. Ota-onasining telefon raqami, buni 43 qilib qo'yamiz. Shu shaklda bo'lishi kerak. Chegirma. Masalan, bu o'quvchi tanish bo'lishi mumkin, qarindoshi bo'lishi mumkin o'quv markazida egalarini. Shunda chegirma qilib berilishi mumkin bo'ladi yoki kam ta'minlangan oilalar bo'lishi mumkin. Shunda biz chegirma belgilashimiz mumkin bo'ladi. Chegirma belgilasak, masalan, 100 ming so'mlik kurs bu o'quvchiga biriktirilganda avtomatik programma 80 ming so'm deb hisoblaydi. To'g'ri-to'g'ri guruhga biriktirishimiz mumkin. Ikkita gruppamiz bor bizda, ingliz tili va IELTS. Biriktirmasligimiz ham mumkin. Bu joyda lidlar bu biz qaysi tarmoq bo'yicha keldi. Masalan, biz Telegram biriktirib qo'yganmiz. Siz keyinchalik biriktirishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, banner orqali keldi, flyer orqali keldi, Instagram orqali, Telegram orqali keldi deb belgilashimiz mumkin bo'ladi. Lidlar bo'limini ko'ramiz, lidlarni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Endi kommentariy yozishimiz mumkin. Telegramdan, qaysidir kanaldan ko'rib keldi. Masalan, yangiliklar kanalidan. Yangiliklar kanalidan ko'rib kelgan bo'lsa, shuni belgilab qo'ysak, bizga o'ziga xos statistika shakllanib boradi. Saqlash tugmasini bosamiz, muvaffaqiyatli saqlandi. Bu joydagi ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, endi ismni, jinsi, tug'ilgan sanasi, telefon raqami, ota-onasining telefon raqami, chegirma, hozir biz belgilagan 20% guruhlar. Endi bu o'quvchi qaysi gruppalarda bor? Masalan, Anvar degan o'quvchimiz IELTS va ingliz tili gruppalarida bor. Bekzod faqat ingliz tili gruppasida bor. Ya'ni siz o'quvchilar ro'yxatiga kirganda shu o'quvchi qaysi guruhlarda o'qishini shu joyda to'liq ma'lumot olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu o'quvchini dalil qilishimiz uchun korzinka tugmasini bossak, ishonchingiz komilini o'chirishingiz mumkin bo'ladi. Bu knopkani bosib tahrirlash uchun tahrirlash knopkamiz bor. Tahrirlashni bosamiz. Shu ichidagi ma'lumotlarni, telefon raqamini, tug'ilgan vaqtini, har qanday ma'lumotini, chegirmasini ham o'zgartirishimiz mumkin. Yuqori qismida Excel, ya'ni skachat download knopkasi turibdi. Shunga bossak, biz mana shu sahifamizdagi barcha o'quvchilar ro'yxatini Excel shaklida kompyuterimizga yuklab beradi. Bunga bossak, Excelda ko'rinadi, ya'ni Aliyev Vali, mail, tug'ilgan vaqti, telefon raqamlar, chegirmalar, qaysi gruppa, nechta gruppalarda borligi ma'lumoti paydo shakllanib qoladi. Endi SMS knopkamiz bor. SMS belgisi. SMS barcha talabalarga SMS yuborish. Masalan, shu bazamizda bor. 100 ta, 200 ta, 1000 ta o'quvchi bo'lsa, har bittasiga bittalab SMS jo'natmaymizda programmaga integratsiya qilingan SMS xizmati orqali reklama ham berishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, yangi guruh ochdik. Yangi guruh ochdik deb reklama, masalan, ingliz tilidan. Ingliz tilidan yangi guruh ochdik degan ma'lumotni bazamizdagi barcha o'quvchilarga shu joydan jo'natish knopkasini bosish orqali jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Shunda bizda hozir 3 ta o'quvchi bor. 3 ta o'quvchiga SMS ketadi jo'natish tugmasini bosganimizda.
yuqori qismida filtr, masalan bu joyda 10tacha bo'lib chiqadi o'quvchilar soni. Biz o'quvchi ko'payib ketsa, shu joydan bitta sahifada qancha chiqishini shu joydan belgilashimiz mumkin. Filtrlarimiz bor. Masalan, ism bo'yicha filtrlash kerak. A dan Z gacha, ya'ni boshlanishidan oxirigacha. Bu search knopkasini bosganimizda mana Alif Vali yuqori qismida chiqdi, Anvar Bekzod pastki qismida chiqdi. Agar shuni biz teskari Z dan A gacha desak, teskari holatda filtr hosil bo'ladi. Ya'ni biz filtrlashimiz, mana xohlagan bo'limimizdan chegirma, guruh bo'yicha xohlagan joydan filtr qilishimiz mumkin. Hozircha shular. Keyingi darsda kurslar qo'shish va guruhlar qo'shishni boshlaymiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.